Assalomu alaykum guys. Sizlarga bugun bitta task ko'rib beraman. B1 ga yarasha yozilgani bu yerda. Mana 51 ga yarasha yozilgani, I pasida 65 plus beradigani yozilgan. Demak, bu yil tushgan. O'quvchilarni birinchi xatosi bu task to'laga yondashishda tushunmaydi tasklarni ba'zida. Masalan, AI tushganda, birinchi marta tushganda odamlar nima u deyishgan, даже al deb o'qiganlar bor. Nimaligini tushunmasdan. Bu yerda ham to tackle obesity, should governments impose high taxes on unhealthy foods? Okay, o'quvchi nimani bilishi mumkin? Endi o'rtacha o'qigan odam buni biladi. But obesity nimaligini bilmaydi, tackle qilish bu nima bilmaydi. Ular solve biladi, tackle'ni bilmaydi. Endi hukumat nimadir qilib bersin deyapti-da, qisqasi hukumatni aralashtiryapti. Mana impose high taxesni ham bilmaydi, tax nimaligini ham bilmasligi mumkin odam. Masalan, men birinchi kirganimda globalizationmi degan mavzu tushgan. Globalization tushgan, bet buni nimaligini bilmaganman-da. Men uchun bu qizil bo'lganda, lekin bitta shu narsa bor-da xolos. Globallashuvni plus minuslari degan o'sha tushunmaganimda men nimani yozganman? Overpopulation yozib chiqqanman, chunki out of topic qilib bo'lsa ham yozganim yaxshiroq deganman. Out of topic bu umuman aloqasi yo'q bir-biriga. Globalization bilan bu overpopulationni bittasi qandaydir savdolarni faqatgina local emas, butun dunyoda bo'lishi, masalan, katta-katta brendlarni. Ikkinchisi overpopulation, aholini ko'payib ketishi. Out of topic, umuman bir-biriga tushmaydi. Lekin hech nima yozmay chiqqandan ko'ra bitta mavzuni olib turib o'shanga yozib yuborganman. Va menda 62 chiqib bergan raytingim. Raytingni o'zi. Bu degani siz ham shunaqa yozib chiqing emas. Men aytmoqchiman, ko'p studentlar bilmaydi, examga kirib olgandan keyin nima qilsam ekan, voy yo'q ekan u, rezingda eslaganlarimni yozib qo'ysammi deb turib, rezingdagi tekstlarni ham ko'chirib qo'yishadiganlar bor. O'shuning uchun ham o'z rezinglarni olib qo'yadigan bo'lib qolishdi deyishdi-yu. Demak, nima qilamiz? Siz kandidatni aytaman, mana o'sha B1, B2 o'rtasida turgan kandidat shundan nima qiladi? Tushunganini yozib chiqish kerak. Yozib chiqadi odatda ham. Unhealthy food haqida yozishim kerak deydi. So, shuni ham qo'shyapti, как maslahat nimadirlar yozilishi kerak shekilli. Men o'zimni qandaydir unhealthy foodni qanaqa qilib hal qilsa bo'ladi, shu bo'yicha maslahatni nimadir yozishim kerak. Should degan narsa bor u deydi. Tushunganlarida endi should, government, unhealthy food shu to'rtovini tushundimi? Bo'ldi. Shu bo'yicha yozadi. Unhealthy foodni demak qandaydir nosog'lom ovqatni hal qilish kerak ekan masalalarini deydi. Va yozadi. Lekin men ularni qoldirib ketadi, aytganimdek. So, men qanaqa yozdim? Studentlar yozishi mumkin bo'lgan holatda yozdim. Doim shunaqa bo'ladi. Demak, birinchi qiladigan essay yozayotganda qiladigan xatosi odamlarni, men ham qilganman bu xatoni, shuni yozib ketadi. It is no doubt true that yoki yana qanaqadir yodlangan narsani boshiga yozib ketadi. 3 qator, 4 qator yozib ketadiganlar ham bor-da, shablon yodlaydiganlar. Men buni Simondan o'rganganman, xato o'rgangan ekanman, deyman. Bu narsalar qandaydir moslashtirib bera olmaydi ba'zida. Sizni tekstlaringiz demak, keyingi fikrlaringizni moslashtirib bera olmaydi. O'shuning uchun yodlangan narsani qo'ymang boshiga. Yodlangan uzun narsani qo'ysangiz davomida chiqara olmay qolishingiz mumkin. Shablonni-ku umuman ishlatmang. U juda ham mechanical, robotic tuyuladi. So, 51 ga yarasha yozadigan odam qanday yozgan? Shak shubhasiz, the problem of excessive unhealthy food consumption has become common issue among people. Odamlar orasida common bo'lib ketdi, ommalashgan bitta problema bo'lib ketdi. Unhealthy food consumption. Endi buning ichida yashirlangan olib qo'yaman, chunki chiroyli so'zli ishlata olishi mumkin-da. Ba'zilarda vocab zo'r, ba'zilarda grammatika zo'r. Ba'zilar o'sha bilgan narsasini ham to'g'rilab qo'yib bera olmaydi, sentence structurelarni bilmaydi yoki qanaqa yondashishni bilmaydi. Mendagi problema mana shunaqa bo'lgan. Menda vocab bor, lekin gap tuzishda qiynalib qolganman. Boshini aytib beraman endi. Vocab bordir, mana chotki vocablar bor, lekin qiynalganman. While there are several reasons leading to this, mana yuzni adashib qo'yibman shekilli. Mana to this, bunga olib borayotgan bir qancha problema bo'lsa ham, bir qancha sabablar bo'lsa ham, o'sha o'ta ham ko'p unhealthy foodni iste'moliga. Men qattiq ishonamanki, bu hal etilishi mumkin har xil chora-tadbirlarni qo'llash orqali. Mana amaliy chora-tadbirlarni qo'llash orqali. Bular zo'r vocablar.
Endi introductionda umumiy qarasangiz da to'g'ri bo'ldi, yozildi, lekin nimasi minus? Bizda mana high taxesni qo'shmadik, to'g'rimi? Umuman qo'shmadikda. Soliq solinsin degan narsani qo'shmadik, chunki biz tushunmadikda. Tushunmagandan keyin qo'shib keta olmaymiz-ku. Tushunmagan narsangizni haligi mana shuni so'zni ko'chirib qo'ysam bo'ldi demang. Ma'no mazmuni tushmasa, u naborot bo'ladi. Bu даже gapni eplab yozolmas ekan degan holat bo'ladi. Endi bu yerda nima deb ketilgan? Individual's packed schedule can be one of the key reasons why people are eating too much unhealthy foods such as snacks and fast food. Meniki xatoyim bo'lgan long sentence yozganman. O'sha boshini o'qiyotgan, oxirigacha yetgunizcha boshi o'qiganingiz esingizdan chiqadi-da. Mana. Mana o joyda уже bunday tochka qo'ysa bo'lardi o'zi. Ana. O'sha odamlarni packed schedule endi band bo'ladi-yu hayotda. O'sha narsa asosiy faktorlardan bittasi bo'lishi mumkin. Ana. Mana u narsa yana qayta chaynalganda nimaga odamlar yeyishini sababi bo'lishi mumkin. Bu kerak ham emas edi. Buni yozmasak ham bo'lardi. Mana, keyin tushuntirib ketilgan Barida da hozirgi fast paced worldda bu ham chiroyli so'z. Mana fast paced ishlata olyapman, ya'ni vocabni. Ko'plab odamlar deyapti, juda ham occupied with, ya'ni band bo'ladi o'zlarini ishi, o'qishlari bilan, which in turn leaves only a little time to have meals. Mana, jicha vaqt qoladi ovqatlangani. Yo ishi yo o'qishi bilan band bo'ladida, hozirgi fast paced worldda keyin ovqatlangani vaqti kam qoladi. Bunda ham virgullar nimadir qolib ketgan. Bu holatda deyapti, in this case, bunaqa holatda, ya'ni vaqti kam holatda nima qiladi? Buni ham yashirib qo'yaveram. Yo'q, yashirib olmayman, bu kerak emas. Bu holatda they tend to seek for foods that are quick to make. Seek for mana shu yerda xato ishlatilgan. Bu ikkinchi aytadigan narsam, o'quvchilar vocab bo'lsa bo'ldi deydi, lekin tushunmaydigan vocablar bor bu yerda. Prosta ovqat nima yesamkin deb qidirish boshqa, seek for bu umuman boshqacha qidirish ma'nosi. Prosta odam ishlatib ketaveradi. Qidirish degan ma'nosi bor-u, bo'ldi demaydi, deb qo'yadi ya'ni. Seek for. Demak, nima deydi? Word choice bu yerda xato bo'ldi. Odamlar qidiradi, quick to make larini rather than waiting for the meals to get ready. Ovqatlarning tayyor bo'lishini kutgandan ko'ra, shu tezda tayyor bo'ladiganni, tayyor bo'ladigan foodlarni, ana issiq ovqatni kutmaydi, endi 1 soat, 2 soat kutmaydi. Bulardan yeb qo'yaveradi. Another issue can be the laziness of people. Уже ikkinchiga o'tib ketib qoldi. Ana. Laziness. Endi ikkinchi narsani beryapti. Bittada sakrab o'tib ketgan, qarang. O'zi odatda siz bittani chiroyli ochib bersangiz yetadi. Okay? Men oldin qilgan xatoyim mana sizlarga aytib o'tyapman. Sizlar qilmanglar deb aytib o'tyapman. 3 ta ideya berardim. Ya'ni birinchi unhealthy food ko'payishiga sabab o'sha odamlar band, ikkinchisi odamlar lazy, uchinchisi arzon deb turib bitta bariga 3 ta reason berardim. Uni har birini ochib berish ulgurmaysiz-da, to'g'risi ham. Va hammasi chala-chala bo'lgandan ko'ra 3 ta chalani o'rniga bitta chiroyli ochib berganingiz yaxshi. Bu yerda уже ikkinchisi ketib qoldi. Lekin mana tepadagini yana ham chiroyli qilib davom ettirib ketsa bo'lardi. Bitta fikrni, o'sha odamlar band degan narsani. Hop, bu yerda lazinessga o'tib ketdi. Ularni enough time bo'lsa ham ertalabda deyapti. Ular not willing, ya'ni xohishi yo'q. Cookingga vaqtini sarflagisi kelmaydi, keyin lunch boxlarni ko'tarib ham yurgisi kelmaydi mana. Ko'tarib ham yurgisi kelmaydi. Boxlarga yoki qandaydir bir joylarga ketayotganda, ana. Mana diminish degani ham menimcha tushmagan. Yo'qolib ketyapti deganda. G'alatiroq bo'lib qolgan. Demak, tushundingiz-a? Introduction to'g'riroq berilgan. Bu yerda xatoligi yo'q, lekin biz high textlarni qo'shmadik. Va bu yerda sababini keltirib o'tish kerak edi. Sababini berdik, lekin to'g'riroq bo'lardi biz agar bitta ideyani batafsil ochib bersak. Endi ikkinchisiga nima qilganman? Unhealthy foodni qanaqa qilib kamaytirishmi, nimadir haqida yozganman. O'zi siz tushunmagansizda, taskni tushunmagan odam fikrlari quyilib kelmaydi. Oson mavzu mana. Unhealthy food oson mavzu, lekin siz ana high textga baribir yuragingiz bir chetida kemtik qolib ketdi-da, voy, mana shuni qo'shmayapman-da, nima ekan, qanaqa qilsamkin, 100% tushunmadim taskni degan narsa o'z miyangizda bor, o'shuning uchun o'sha bu yog'iga davom ettirib keta olmaysiz. Qarang, mana qanchalik yozilgan, buni qarang.
I, however, think that the junk food related issues can be mitigated through providing alternatives. Ana, mitigated degani bu yerda tushmagan. Bu ham noto'g'ri qo'llangan so'z. Ya'ni ma'noli bitta, kamaytirish degan narsa ma'noni beradi, lekin o'zbek tilida kamaytirish boshqa, bu ingliz tilida ishlatiladigan narsalar boshqa. Okay? Word choice xato bu yerda ham. Buni ishlatib bo'lmasdi. Mitigated, issue'lar mitigated qilinishi mumkin. G'alati chiqqan. Yemagan gap deydi shunaqa bo'lgan. Alternativlar orqali, ya'ni muqobil variantlar. Bu yerda alternative optionsmi nimadir desa ham chiroyliroq chiqardi. Lekin buni hal etish mumkin shu problemalarni. If the time that is taken to prepare healthy meals are lessened, bu yerda ham xato ketgan. Lesson deyilmaydi. O'sha healthy meallarni tayyorlashga ketadigan vaqtimizni kamaytirsak, bu yerda kamaytirish reduce desak bo'lsa kerak, lesson ja jinnicha chiqib qolgan. Kamaytirganda people may opt for this than choosing fast food or snacks. Opt for bu yerda okay, yaxshi ishlatilgan, tanlardi deganda, lekin this deganimiz bu yerda nima u this? Nimani aytmoqchisan this deb turib? Ana. This nimadir deb turib gapirish kerak edi. Bu yerda tushunilmagan. Tushuna olmagan. Ya'ni masalan ba'zilar bir introduction boshdan this deb ketadi, asin tepada nimadir yozgan bo'lsa ekan, o'shunga bog'lasang thisni. Qayta qaytaravermasdan, lekin bu yer chala. This deganda to'liq nimaligi tushunilmagan. Agar odamlar o'sha healthy mealsga ketadigan vaqtini kamaytirsa, deyapti. Yo'q. O'shani tayyorlashga ketadigan vaqt kamaytirilsa, odamlar tanlashi mumkin edi. Mana fast food snacklardan ko'ra buni tanlashi mumkin edi. To do this juda ham sodda chiqqan mana bu narsa. Bunaqa qilish uchun deganda more places should supply healthy meals to the leading customers to have wide range of options. Okay, endi qarang, healthy meallarni healthy meallarga ketadigan vaqtni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Joylar ko'p bo'lsinki, o'sha healthy meallarni ta'minlaydigan joylar ko'p bo'lsin, customerlar nima bo'lsin? Ko'pgina optionlari bor. Wide range of options bo'lsin. Ya'ni bitta joyda bo'lsa, u yerda ham hali ishni boshlashmagan bo'lsa, qiyin, to'g'rimi? Topib yeyish undan ko'ra hotdog olib qo'yib yeyman deydi. Lekin ko'p joy bo'lsa, bitta joyda tayyor bo'lmagan bo'lsa, masalan, bitta joyda lag'ma bor, men siz osh yegingiz kelyaptim. Narigisiga o'tishingiz mumkin. O'shani aytib bermoqchi bo'lgan, lekin aytib bera olmagan bu yerda. Ham juda ham sodda, ham umuman ma'no matrasi yo'q bu narsada. Juda ko'p so'zlar noto'g'ri ishlatilgan. Уже o'ta ko'p odamda seziladi, kandidatlarda introni yozishadi. Okay, introni ham chala yozishadi, chunki moslasha olmagan bo'ladi hali. Body one yaxshi ketadi, endi moslashib olgan bo'ladi. Body twoga kelib yo fikr tugaydi, yo nimadirlarga konsentratsiyasi buziladi, nimadirlar bo'ladi qisqasi. Va oxirida conclusionga umuman gap kelmaydi. O'zi ma'noda zo'r ekan-ku. In conclusion, although unhealthy food has become common worldwide, there are solutions. Mana ahvolni qaranglar. There are solutions. Bu ham bo'lmaydi, guys, okay? Yechimlari bor deb qo'ymaymiz. Demak, menimcha tushundingiz, 51 ga yarasha qanaqa yozilishi mumkin. Bu yerda grammatik xatolar kamroq. Masalan, individuals, odamlarning deyishda apostrof bu yerda qolib ketgan. Yana men nimadirlarni tashlab ketganman, ularni hozir yana bittadan tahlil qilamiz. Prosta aytmoqchi bo'lganim, shu darajadaroq yozadi. 51 shu manonga 55 ham atrofida bersa kerak. Bet 60 ga chiqmaydi bu narsa. Bunga asosiy sabab mana ikkovi yaxshi nima qilinmagan. Develop qilinmagan. Va 60 dan tepasiga nimaga chiqmaydi bu? Masalan, meniki ham 60 ga chiqqan nimaga u yog'imiz, chunki siz out of topic yozyapsizda. Siz tushunmagansiz taskni. 100% response bermayapsiz. Endi sizga mana shuni men nima qildim? ChatGPT bilan gaplashdim. Qani boshi mana. Davay menga baho ber dedim. Generally yaxshi, lekin deyapti, it doesn't fully answer the task. Ya'ni javob bermayapti. Senga qanaqa task berilgan, o'sha narsaga javob bermayapti seni essay yozganing. Mana biz essayimiz nimani? Why people eat? Nimaga yeydi-yu, keyin uni o'rniga boshqa variantlar beraylik sog'lomroq. O'shani gapirdi. You almost ignore the question. Da, ignore qildim, chunki tushunmagan joyim tashlab ketdim-da. Taxni, как davlat soliqni kattaytirsa, odamlar unhealthy food yemay qo'yadimi degan narsaga umuman qaramadingiz.
Mana bu yerda 51 bergan. 51-55 atrofida beriladi bu yerda o'zi. Endi introduction. Okay, joyda. Relevant deyapti. Ya'ni introductionda eplagansan, reasonlaringni bergansan, conclusioning ham bor. Endi kamchilik taraflarning eng kattasi questionga mana javob berilmagan. Question bunaqa, uni o'rniga sen nimani discuss qilding? Lifestyle'ni, laziness'ni, uni o'rniga boshqa healthy alternativlarni berding. Taxni umuman aytib ham o'tmading. Examiner nima deb o'ylaydi? Misunderstood qildi. Yo tushunmagan, yo noto'g'ri tushunmagan. Bu yerda ikkita holat bo'lishi mumkinda. Men ba'zida out of topic yozaman, chunki shoshilaman. Shoshilib turib oxirigacha o'qimaymanda. O'qib turib, tushunib, analiz qilib, plan qilib yozmayman. Bittada yozib ketsam, o'rtasiga kelganda, voy, to'xta, boshqa narsa so'rayotgan ekan u deyman. Okay? Yo noto'g'ri tushunasiz, yo tushunmaysiz. Ana. Endi logical paragraphing bor, ya'ni introductionda tushdi, body one'da bo'ldi, progressda ham yaxshi olib ketdik, connectorlar ishlatdik, weaknesslar mana. Some ideas jump unexpectedly. Bitada boshqa ideyaga o'tib ketib qoldik. Ana lazinessga mana. Mana ko'rsa. Busy scheduledan bitada lazinessga o'tib ketdik. Haligi tog'dan tarasha tushgan deyman. Shunaqa qisqasi. Bundoq tekisroq haligi sezilmasdan undan bunga olib o'tsa bo'lardi, lekin unaqa qilmadik. Keyin some cohesion devices are repetitive. Repetitive ya'ni jinicharoq chiqqan o'zi ko'p takrorlangan. Repetition ko'proq bo'lgan deyapti. Lexical resource. Yaxshi vokablar bera oldik. Mana vokablarimiz bor. Mana narsalarni 51ga yarasha yozadigan odam bilmasligi mumkin, lekin bilishi ham mumkin. Endi problemlar bu yerda common issue deb turib, bilmayman, 3 ta joyda yozdim. Uni o'rniga har xil narsalarni qo'yishimiz mumkin edi. Endi yana mana seek for foods. Seek foods desa yaxshi ekan yoki look for food. Look for o'zi yaxshi tushadi-da. Neutral turib beradigan narsa. Quick to make emas, bu yerda ham xato ketdi mana, chunki odam test tayyorlaydigan emas, test tayyorlanadigan. Prepare qilib berishadi-yu, siz ovqatingizni to'g'rimi? O'sha narsa. Lesson deganimiz mana aytganimdek reduce ga bo'lishi kerak. Opt for this. Mana this deganda nima ekanini tushunmadik. Healthier mealsni aytib o'tish kerak edi. Endi grammar yaxshi deyapti, lekin sezilarli baribir xatolaring bor. Sentence by sentence ham analiz qilib beradi bu. Mana mano xato ketdi, bu xato ketdi deyapti. Reasonlarni hammasini aytib o'tib ketib, to'g'rilab ketadi. Mana bu yerda yana to'g'rilab bergan. Improved version bergan. Bu improved versionni hozir sizlarga ko'rsataman. O'zimizgina ko'rdingiz qanaqa bo'lganini. Biz out of topic yozdik, yaxshi develop qilib bera olmadik, noto'g'ri so'zlarni ishlatib qo'ydik, grammatik xatolar ketdi. O'shalar hammasi. Qisqasi. Buni kattaytirib ozgina. Mana. There is no doubt that obesity has become a serious public health issue. Mana mana chiroyliroq chiqqan. Common issue deganimizdan ko'ra. In many countries, juda ko'p davlatda уже jiddiy bu ommaviy sog'liqqa doir problema bo'lib ketdi. Ba'zilar ishonadi high tax qilinsin deb, mana bu yerda qo'shyapti. O'sha obesityni kamaytirgani soliq sovoraylik. Katta soliq solsa, marketlar ham sota olmaydi, odamlar ham sota olmaydi, odamlar ham sotib ola olmaydi. Ko'rib? Sotganda ham u albatta soliq katta to'laydi. Olayotgan odam ham masalan lavashni 40 mingga olayotgan bo'lsa, u rosa ham oshishi mumkin, chunki narigi taraf ham soliq to'layapti-da, qimmatlaydi-da, любой narsasi. Ana, o'sha ma'noda aytyapti. Soliqni sovoraylikmi? Men partly agreeman, chunki taxation'ni o'zi problemni hal qilib bera olmaydi. Ana, bu endi savolga tiniq javob berdi. High tax qilaylikmi, soliq sovoraylikmi desa, ho'p, ba'zilar shunaqa o'ylaydi, lekin menimcha buni o'zinglar hal qilib bera olmaydi. Bu 100% javob berdi. Foizim qani? 100% javob berdi. Ana. Endi bitta sababi nimaga yeyishini bu busy lifestyle. Ko'rdingizmi? Mana qisqada. O'tgan safargisini ko'rdingizmi? Bundan oldingisini uzun qilib ketgandik. Ikki qator bo'lib ketdi. Bittasi bu busy lifestyle bo'ldi. Hozirgi paytda employee students mana o'zlarini work studies degandan ko'ra ishchi va o'qituvchilarni kam vaqti bor nutritious meals uchun. Haligi issiq ovqat dedimmi men?
o'sha narsa nutritious, ozuqaviy nimadirlarga boy ovqatlar bo'ladi-yu. Ximikat deganingizdan ko'ra. Shularga vaqti kam, shuning uchun convenient optionlarni tanlaydi. Buni qarang, buni vokabi yanayam chiroyli. Mana. Shunaqa paytlarda mos kelib beradigan tanlovlarni qiladi. Burgerlarni, snacklarni yoki sekundda tayyor bo'ladigan lapshalarni, roltonlarni. In addition, mana bundan keyin yana qo'shib aytib ketdi o'zimizgani, lekin buni ovarish kerak o'zi. Okay? Buni polniy ovorib, odamlar lazy, ular tayyorlagisi kelmaydi degan o'rniga buni yana ham chiroyli chiqarib berish kerak. Mana tepadagini xolos. Busy lifestyle midi bizni ideyamiz, faqat shuni chiqarsangiz o'sha oson bo'ladi. Mana uni yo'q qilaylik-da. Buni o'rniga instant noodledan davom ettirib ketaylik. Odamlar shularni tanlaydimi? Endi davom ketish kerak. Okay? Mana shuni example'lar qo'shib ochib berish mumkin. Masalan, qaysidir davlatda buncha odam Amerikani olish mumkin, burgerlarni eng ko'p yeydigan. Shunaqa example'lar keltirib berish kerak edi. Ana, shunaqa qilsa chiroyli. Просто bu o'zimkini edit qilganiga ikkovini ham to'g'rilab berdi. Endi biz Baritu'da umuman yozolmadik, hech baloni. Umuman yozolmadik. Buniki. Although imposing higher taxes on junk food may discourage some consumers from buying it regularly. Discourage degani o'sha odamlar sotib olmay qo'yadi, shu narsaga undaydi. Sotib olmayman degan narsa olib keladi. Olib kelsa-da, I believe government should also focus on making healthy food more accessible and affordable. Mana. Endi bu solutionni to'g'ri beryapti. Vaqtini kamaytiraylik degani, fikrlolmaganimda men aji-buji o'zim ham tushunmagan bitta ideyani senga berdim degani bo'ldi-da. Vaqtni kamaytiraylik deb turib. Bog'lanmadi-da narsalar. Bu yerda endi to'g'ri higher tax qilsa odamlar olmasligi mumkin. Doimiy muntazam olish kamayar balki, lekin government yana nimaga fokus qilsin? O'sha arzonroq qilsa sog'lom ovqatlarni, keyin accessible ko'p joyda bor qilsa. Masalan, to'g'risi men Navro'z mol birorta o'zbegimga kirganimizda ham milliy taom bitta-ikkita bo'ladi. Doshqozon bo'lishi mumkin, milliy taomlar bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Qolgan 30 tadan 28 tasi fast foodga doir narsalar bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim shu. Healthy bo'lmagan qandaydir burgerlar o'ta ko'p. Evis bor, Frans burger bor, yana nimadir bo'lib ketadi-yu. Ular ko'p. Ularni ham odam yegisi keladi. That's true, but o'ta ham ko'pki, keyin ba'zida healthy food yemoqchi bo'lsangiz ham topolmaysiz. Chunki accessible emas, ko'p emas-da bizda. Accessible o'zbekchasiga tarjima qilyapman. For example, subsidizing fresh fruit, vegetables, or encouraging restaurants to offer nutritious meals at reasonable prices would provide people with practical alternatives. Endi qarang, prosta affordable bo'lsin, accessible bo'lsin deb qo'ymadi. Masalani turib tushuntirib berdi. Shu narsalar bo'lsin, restoranlarni ham encourage qilsin, ko'proq nutritionlarga boy bo'lgan ovqatlarni arzirli narxda, haligi reasonable price'da qo'yib bersin, dedi. Ana. Public awareness campaigns about healthy eating could also help individuals make better dietary choices. Aytmoqchi bo'lganim bu yerda umumiy fikrni, bitani olib boryapti. Boshqaga o'tib ketmayapti. Bu yerda public awareness campaignlar ham ishlasin, odamlarga yana ham chiroyliroq choice qilgan yordam bergani dedi. But busy scheduledan lazinessga bitta sakrab o'tgan deb bo'lmadi bu yerda. Bu ham yordam berishi mumkin, mana shu ham qo'l kelishi mumkin. Government katta ish qilganda, mana shu jichcha narsani qilsak ham, bu ham plyusga ishlaydi bizga degan narsani qo'shib qo'ydi xolos. Okay? Shunaqa bo'lishi kerak edi. Endi conclusionda ham sodda bo'lmaydi. There are solutions demaymiz. In conclusion, taxing unhealthy food can contribute to reducing obesity, but it should be combined with other measures, such as promoting affordable, healthy food and educating the public about balanced diets. Conclusionda ham siz tepada aytib o'tgan hamma barida ochib bergan narsalaringizni bir qator aytib o'tishingiz kerak. Bir qator degani hammasini sanab o'tmaysiz. Umumiylashtirib bitta aytib berasiz. Masalan, da yordam beradi healthy, unhealthy foodlarga taxlar qilish, lekin deb turib o'zini fikrini olg'a surib ketdi. Okay?
boshqa measurelar bilan, boshqa chora-tadbirlar deganda nima edi chora-tadbir? Bu aytdi-yu mana bu chora-tadbir edi. Accessible, affordable qilsin degani chora-tadbir edi. O'sha narsalar bilan qo'shsa, xuddi soliqni ham qilsin, lekin bu soliqni bitta o'zi hal qilib berolmaydi-da, o'shuning uchun mana bu ishni ham qilsin deb berdi. Ana. Boshqa measurelar deganda such as deb yana qaytib o'shani tushuntirib ham berdi. Affordable bo'lsin, keyin ikkinchisi aytganda public awareness degani mana. Odamlar bilsin qandaydir a, to'g'ri choice'lar qilishni. Bu yerda fikr ham ancha ko'tarilgan. Mana u yosh bolacharoq bo'lgan. Bunda mana vocab ham zo'r berilgan, logically ham yaxshi ketgan и out of topic bo'lib qolmagan. Men bundan ham battarroq yozaman. 67 olib chiqqanimda ham javni qiz bunchalik zo'r yozmaganman. O'shuncha 65 plyus beradi bemalol dedimda. Mana. Shunaqa qilib o'rganish kerak. Va iloji bo'lsa, xuddi shunday qiling. O'zingiz yozganingizdan keyin aytaylik, siz o'sha B2, B1 o'rtasidagi kandidatsiz. Xuddi shunaqa qani ketib qoldim. Qani. Mana sentence by sentence analysis. Shu eng muhimi. Nimaga sizniki g'alati, nimaga alishtirsak bo'ladi, yaxshiroq qilib. Missing article mana. Ko'p artikellarni tashlab ketganman. Ko'rsa, this deganidan ko'ra this trend deb gapiring dedi. Buningiz yaxshi deb, yaxshi joylaringiz yaxshi deb beradi. Gapingizni har birini bo'lib analiz qiladi mana. Individuals deganda ham apostrof qolib ketdi dedim, Ana. Ko'rdingizmi? Unhealthy foods. Food sanalmaydi o'zi. Food bo'lish kerak. Okay? Ana. Qisqasi, shunaqa qilib analiz qilsangiz yaxshi bo'ladi va men sizga ko'rsatib o'tdim. Studentlar nima xato qiladi-yu, kandidatlar endi o'shalarni siz ham kamaytirishga harakat qiling va compare qildik ikkita taskimiz. Yaxshi yozilgani, yaxshiroq yozilganini. So, thank you so much.